Insiderlar iPhone 18 Pro xususiyatlarini ochiqladi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Insiderlar iPhone 18 Pro ning o'ziga xos jihatlarini ma'lum qildi. Bu haqda iPhone Arena xabar beradi. Nashrga ko'ra, yangi iPhone 18 Pro va 18 Pro Max modellari odatiy dizayn, o'zgaruvchan diafragmali kamera va kattalashtirilgan akkumulyator bilan ta'minlanadi. Qurilmaning asosiy xususiyatlaridan biri sifatida kichiklashtirilgan dinamik Island ekrandagi kesik qayd etilgan. Shuningdek, smartfonlar iPhone tarixidagi eng kuchli protsessor A20 Pro bilan jihozlanadi. 18 Pro va 18 Pro Max modellari o'zgaruvchan diafragmali kameraga ega bo'lishi kutilmoqda. Bu sensorga tushadigan yorug'lik miqdorini boshqarish, tasvirga olish jarayonini aniqroq sozlash va tasvir chuqurligini yaxshilash imkonini beradi. Muhokama qilinayotgan funksiyalar qatoriga 5G sun'iy yo'ldosh aloqasini qo'llab-quvvatlash ham bor. Qurilmalar iPhone tomonidan ishlab chiqilgan yangi S2 modeli bilan chiqadi. Shuningdek, smartfonlarga sig'imi 5200 mAh boshlanuvchi kengaytirilgan akkumulyatorlar o'rnatiladi. iPhone 18 Pro va 18 Pro Max taqdimoti sentabr oyida bo'lishi kutilmoqda. iPhone 18 seriyasining bazaviy modeli esa 2027-yil boshida namoyish etiladi. Ushbu gadjetlar yangi ranglarda to'q qizil, qahvarang va binafsha ranglarda taqdim etilishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq iPhone kompaniyasi 17-avloddagi eng arzon smartfon iPhone 17e chiqqanligini e'lon qilgan edi. Uning narxi $599 dan boshlanadi. O'tgan yili iPhone 16e ham xuddi shu narxda sotilgan edi, biroq uning xotirasi 2 barobar kam edi. iPhone 17e da 256 GB. Shu kabi eng so'nggi ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, kanalga obuna bo'ling.